Xitoy tarafidan majburiy emgakka silinayotgan Uyg'urlar endilikda torda oshkora e'lon chiqarilib, qul o'rnida sotilishga boshildi. E'londa odamning g'azabini keltiradigan ifodalar qo'llanildi. Türk jurnalist Muhammad Ali Önel ommaviy taratquv hisobida ham bahrilagan Xitoycha e'lonlarda Uyg'ur yoshlari qul o'rnida setilish uchun tunishtirilgan. U uchurida nola qilyapmiz. Sharqi Turkistonda irqiy qirg'inchilik yuz beryotdi dedi. Bu turdagi e'lonlarning birida nurg'unlagan muvofiq bahodagi Uyg'ur emgakchilarining borligi va eng kichikining 16 yoshda ekanligi aytilgan. E'lonlarda bu kishilarning terrorlikqa qarshi turish tarbiyasidan o'tganligi ta'kidlangan. Halbuki Xitoy yillardan buyon atalmış terrorlikqa qarshi turish nomida Uyg'urlarni bostirib kelmoqda. Dünya Uyghur Qurultayı Xalqaro Olimpik Komiteti Axloq Komitetiga 2022-yillik Beijing qishliq Olimpik tanharkat musobaqasining amaldan qoldirilishi to'g'risida arz sundi. Dünya Uyghur Qurultayı advokat Michael Polak orqali Xalqaro Olimpik Komiteti Axloq Komitetiga rasmiy arz sundi. Arznamada Xitoyning Sharqi Turkistonda elib berayotgan bostirish va zulmlari isbotlangan turib, Xalqaro Olimpik Komiteti prezidenti Thomas Bachning 2022-yillik qishliq Olimpik tanharkat musobaqasini Beijingda o'tkazishini qaror qilishi qabul qilg'ili bo'lmaydiganligini o'ttirib qo'yilgan. Yana bir tarafdan Beijingda Olimpik o'tkazish Uyg'ur va boshqa musulmon xalqning ziyonkashlikka uchrashini qo'llash bo'ladiganligini bayon qilgan murojaatnomada Xalqaro Olimpik Komitetining bu kishilik huquq dastandichilikka bevosita qatnashadiganligini ko'rsatildi. Murojaatnomada yana Olimpik o'tkazilmoqchi bo'lgan tayyorliklarda Sharqi Turkiston xalqining qul bo'lib ishlaydiganligi va buning uchun ko'chishga majburlanganligi bayon qilingan. Dünya Uyghur Qurultayı raisi Dolqun Aysa 2022-yillik qishliq Olimpik tanharkat musobaqasini Beijingda o'tkazishning Olimpik kelishimiga xiloflik ekanligini bayon qilib mundaq dedi. Agar Xitoyning 2022-yillik qishliq tanharkat musobaqasini o'tkazishiga yo'l qo'yilsa, u Olimpikning asosi bo'lgan qimmat qarashi va prinsiplaridan bilib turib voz kechganlik bo'ladi. İstanbulda yaşayotgan bir grup Uyg'ur yosh Xitoyning Istanbuldagi bosh konsulxonasi oldida yig'ilib, Sharqi Turkistonda tutqun qilingan yoki g'oyib bo'lgan oilalari haqida uchur berishini talab qildi. Lekin ular binoga kirgizilmadi, iltimosimi qabul qilinmadi. Xitoyning Anqaradagi bosh elchisi Dangli yaqinda taratqularning ziyoratini qabul qilganda, Anqarada bosh elchixonamiz va Istanbuldagi konsulxonamiz qo'limizdan kelishicha Turkiyadagi Xitoy fuqarolarining butun ishlarini hal qilishga tayyor degan edi. Uyg'ur yoshlar Xitoy elchisining yuqorqi so'zlariga asosan konsulxona oldiga yig'ilib oilasining uchurlarini talab qildi. Konsulxona oldida so'z qilgan faoliyatchilardan biri bu yerdan butun islom olamiga, bo'libmi turk dunyosiga xitob qilaman. Ko'rganinglardek Xitoyning Istanbuldagi konsulxonasiga keldik, lekin bizning iltimosimiz qabul qilinmadi. Ya'ni Xitoy masalalarimizni hal qilish u yoqda tursin, hatto iltimosimizni qabul qilmadi. Xitoyning bu yolg'onchiliklarga sizlar mushohid bo'linglar dedi. Hindiston Tashqi ishlar ministrligi Xitoydan 6-oyda to'qinish yuz bergan chegara rayonlaridan askarlarni tezdan chekindirishini talab qildi. Hindiston Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi axborot e'lon qilish yig'inida ikki davlatning chegara suhbatiga baho berdi. Tashqi ishlar ministri taraflar o'tirishidagi suhbatdan keyin ba'zi ilgirlashlarning qo'lga keltirilganligini bayon qilib, bu bosqichning boldiroq tamomlanishini umid qiladiganligini, ammo ikki taraf birlikka kelgan qadamlarni tashlash orqali buni amalga oshirg'ili bo'ladiganligini aytdi. Tashqi ishlar ministri Hindistonning Beijing hukumatining harbiy mavjudligini butunlay chekindirish va chegara rayonlaridan tinchlik va xotirjamlikni to'liq asliga keltirish maqsadida samimiy xizmat qilishini umid qiladiganligini aytdi. Amerika hökuməti İrandan Venezuelaga neft tuş orqali İranga qaratilgan embargoga xiloflik qildi degan sabab bilan 4 may paraxotini musodir qilganligi to'g'risidagi ayblashni dalilladi. Volkosi GST oldingi kuni hukumat doiralarini naql qilib xabar qilgandan keyin Amerika Adliya va Tashqi ishlar ministrligi bu haqda bayonot e'lon qildi. Adliya ministrligining bayonotida Amerika tarafidan terrorlik tashkiloti deb e'lon qilingan Iran inqilobiy qo'g'dinish armiyasining Venezuelaga avatilganligi bayqalgan mayqachilangan paraxotini qo'lga tushirilganligi, buning bilan millionlagan dollarning eqishining oldini olganligini ta'kidladi.
Amerika Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Morgan Ortagus mundaq dedi. Biz texmi ko'p yer shari transport paraxotining bizning embargorimiz sababli Iran, Venezuela bilan hamkorlashishdan qochayotganligini ko'ryapmiz. Amerika yanada Iran va Maduro hokimiyatiga qarata eng chong darajada besim tushirishni davomlashtirdi. Amerika prezidenti Donald Trump Oqsaroyda o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida musodir qilingan 4 may paraxotining Houstonga elib ketilganligini e'lon qildi.